Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz hash yog'i yana. Nima uchun buni nima qilyapman? Qarang, hash yog'i asosan originali qanaqa korobkada bo'lishidan qat'iy nazar, shu mana bunday shisha idishda bo'ladi bu. Bu shisha idish. Mana bunaqa baklashga ko'rinishda bo'lmaydi, bu baklashga. Shuning uchun olayotgan mahsulotlarda men mana shu internetga qo'yib boryapman, telefon qilishyapti. Mana shunaqa sizdan olganmiz deyishyapti. Mendan olgan bo'lsanglar, men aytib beraman. Menda shisha idish deb. Kimni olayotgan bo'lsanglar, so'ranglar. Baraka topkurlar. Shisha idishdami, baklashganlikmi deb. Originali, xullas kalom, bu qanaqa korobkada bo'lishidan qat'iy nazar. Nariga ko'k norin rasmi bo'ladi, guli bo'ladi, farqi yo'q shisha idishda. Keyin buni ichish tartibini ko'pchilik so'raydi. So'raganlaringizda o sotadigan odamlardan bir og'iz so'ranglar. Ular ham aytish kerak narsani. Bo'lmasam o'zimizdan ham so'rasanglar bo'ladi. Telefonimizni har doimgidek qoldiramiz. Ya'ni mana shunday qoshiqchada bir qoshiq to'ldirasiz va shuni ichib olasiz. Yarim soat, 1 soat oldin. Bu faqat quruq yo'talga, o'rtoqlar, quruq yo'talga, balg'amlik yo'tallarga emas, quruq yo'tal uchun va o'sha o'pkada kasalliklar, shamollashlar uchun ichiladi. Yana qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentda qoldiringlar, yo bo'lmasam lichkaga yozinglar. Yana o'sha javob beramiz imkon qadar.